limfa tugunlari olinganini hisobiga limfostas bo'lishi mumkin. Bu endi yaxshi holat deb aytib bo'lmaydi. Qo'l shishiga olib keladi. Bunaqa bemorlarda buni oldini olishimiz kerak bo'ladi. Oldini olish uchun eng muhim narsa bu og'ir ish qilmaslik, og'ir narsalarni ko'tarmaslik va agar nagruzkalar bo'ladigan bo'lsa, sekin-sekin nagruzkalarni ko'paytirib qo'lni moslashtirish. Agar qo'lda og'irlik sezilsa, shish kelib chiqish belgilari kuzatilsa, nagruzkani kamaytirish kerak bo'ladi. Bundan tashqari kompressionniy rukav deymiz, qo'lqop, uzun qo'lni kaftdan yelkagacha yopadigan qo'lqoplar taqish tavsiya qilinadi va dori vositalari bilan mikrosirkulyatsiyani yaxshilash uchun harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Agar bu narsa yordam bermasa, limfa tugunlarini ko'chirib o'tkazib, uni davolash kerak bo'ladi.